Assalomu alaykum og'aylar. Bugun yana bitta yangi zo'r temada mana Tiko karburatorga. Ali aytadi-yu, sila есть, ума не надо deb qo'yadi o'rislar, bilasizlarmi? Juda yaxshi gap, to'g'ri gapda. Karburator yaqinda bir 4 oy oldin qilib bergan karburator. Oshib borsa 4 oy bo'ldi. 4 oy yo 5 oyda orasida qilib bergan karburatorim. Xalosda o'qitdi, jinni pasayib qolgan ekan, mashina qaltirab qolsa, havo so'rayapti deb o'zi diagnoz qo'yib egasi. Sila есть, ума не надо deganday roza tortgan bor kuch bilan karburatorda. Rezbalar sarvat bo'lib ketgan mana qilib bergan keyin urib, mana qilib boltlarni mana qilgan mana. Ko'ryapsizlarmi? Undan keyin ashunda rezbalar sarvat bo'lgandan keyin monga germetiyni shunaqa choplabdi. Mon qaranglar og'aylar, mon qaranglar. Germetikda shunaqa choplabdi o'zi ham вообще endi malades. Germetik og'aylar karburatorda eng yomon dushmani bu hisoblanadi. Karburatorda havo bilan benzin aralash kerak. O'ta kichkina teshiklar bor. Asha teshiklar tiqiltirib qo'yadi. Germetik вообще ishlatmanglar og'aylar. Germetik ishlat bo'lmaydi karburatorga. Mana shu odam germetikni ishlatgan. Mana пусковой устройствоni, холодный запуск пусковой устройствосini ishlatib beradigan shtutsir mana. Shu tiqilib qolgan mana matdan. Qilib qolib, ertamanda gaz ushab turadigan bo'lib qolgan mashinasi. Sovuq tushgan sari уже qiynalib ketdi shekilli ertamanda. Oxiri olib ketdi. Aka, mana bo'lyapti deb. Mana shunday otsam, mana qilib germetikni roza choplabdi. Men o'zim qatirgan karburator edim. Men choplamaganman, buni kim chopladi desam, o'zim chopladim deyapti-da, qaranglar mana. Mana shunaqa ishlar bo'lib turibdi. Og'aylar, germetik ishlatmanglar. Germetik ishlatsanglar, mana bitta mashina orqasidan mana patsos ochmay qo'ygan vaqtida jiklerlar hamma yo'qda ishirib yuborgan teshiklarni. Ishonasizlarmi? Shu уже vaqtida ochmagandan keyin svichalargacha uradi. Patsos vaqtida ochmasa. Hop. Ashni hisobiga mana hozir anchaga tushib qoldi mashinaga germetik surkagani uchun. O'zingizlarga ziyon bo'ladi, og'aylar.